maktabga o'qishga topshirsam bo'larkan. Kelajakda qaysi kasb egasi bo'laman? Qaysi kasb egasi bo'lishni bilmayapsanmi? Kelajagingni o'zing qurmoqchimisan? Elga ishonchli qalqon bo'lmoqchimisan? Unda marhamat. Xalqimiz xavfsizligini ta'minlaydigan professional kadrlar Jamoat xavfsizligi universitetida tayyorlanadi. Bu sohada Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan mazkur oliy harbiy ta'lim dargohiga 2024-yil avgust oyida Prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tashrif buyurib, kursantlarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Davlatimiz rahbari qilingan o'zgarishlarga yuksak baho berib, Jamoat xavfsizligi universitetini barcha oliy harbiy ta'lim muassasalariga ibrat qilib ko'rsatgani yoshlarning bu dargohga qiziqishini yanada oshirib yubordi. Abituriyentlar bu yerga kirish uchun 1-fevraldan 20-mart kuniga qadar hujjatlarni topshirishlari mumkin. Universitetda harbiy yo'nalishda 4 yil, ichki ishlar yo'nalishida esa 3 yil tahsil olinadi. Kursantlar to'liq davlat granti asosida o'qitiladi. Grant asosida o'qishdan tashqari davlat tomonidan 3 mahal issiq ovqat, bepul yotoqxona, tibbiy xizmat, kiyim-kechak va har oylik pul ta'minoti bilan ta'minlanadi. Jamoat xavfsizligi universitetida 5 ta fakultet va 18 ta kafedra faoliyat yuritmoqda. Universitetda hatto jahonda kam uchraydigan holat. Harbiy ta'lim muassasasida nafaqat harbiylar, balki umumfuqaroviy asosda talabalar o'qitish yo'lga qo'yilgan. Universitetda 10 ta harbiy ta'lim yo'nalishlari, 3 ta umumfuqaroviy ta'lim yo'nalishlari, magistratura yo'nalishida kadrlar tayyorlanadi. Muhimi ta'lim jarayonidagi sifat. Qurolli kuchlarimizning qator tizimlarini yetuk harbiy mutaxassislar bilan ta'minlash uchun boshqa oliy harbiy ta'lim muassasalari orzu qiladigan darajadagi zamonaviy o'qitish uslublaridan foydalanadi. Bu yerda o'qish uchun 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan va shu yil 18 yoshga to'ladigan, shuningdek hozirda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan yoshlar hujjat topshirishlari mumkin. O'qishga kirish istagida bo'lgan nomzodlarning salomatligi, ruhiy holati hamda jismoniy imkoniyatlari sinovdan o'tkaziladi. Dastlabki sinovlarda muvaffaqiyatli o'tgan yoshlar test sinovlariga jalb etiladi. Jamoat xavfsizligi universitetida bo'lajak posmonlar qaysi yo'nalishlarda o'qishlari mumkin? Masalan, mudofaa ishlari bo'yicha 1 emas, 2 emas, 6 yo'nalishda o'qish mumkin. Bular maxsus vazifalarni bajarish qo'shinlarining qo'mondonlik taktik faoliyati, xizmat faoliyatini tarbiyaviy psixologik ta'minlash, xavfsizlikni huquqiy ta'minlash, xalqaro harbiy hamkorlikni huquqiy ta'minlash, iqtisodiy xavfsizlik, aniqlash va qo'riqlash tizimlaridan foydalanish bo'yicha qo'mondonlik muhandislik faoliyati. Kursantlar o'zlari olgan nazariy bilimlarni dala poligoniga chiqmasdan turib, mana shunday maxsus jihozlangan majmuaviy taktik o'tish yo'laklarida o'q otish mashg'ulotlarida toblanadi. Ichki ishlar tizimi bo'yicha ham katta yo'nalishda mutaxassislar tayyorlanadi. Ya'ni yo'l harakati xavfsizligi faoliyati, jamoat tartibini saqlash faoliyati, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish faoliyati, qo'riqlash bo'linmalarining qo'mondonlik taktik faoliyati. Bo'lajak huquq posbonlari amaliy jarayonlarni yorqin tasavvur qilishlari uchun mana shunday maxsus jihozlangan mashg'ulot xonalari havas qilgudek darajada. Soha yo'nalishidagi boshqa ta'lim muassasalari ham ibrat oladigan Jamoat xavfsizligi universiteti kelgusida bugun hujjat topshirayotgan har bir yoshning faxriga aylanishi tayin.